o'zbek oshini butun Fransiyaga tanitgan Farhod akam bo'ladilar. Lekin Farhod aka necha marta kelgan bo'lsangiz, boshingizdan do'ppi tushmaydi, do'ppiga bitta like bosib qo'yinglar. Esingizda bo'lsa, oldingi safar 2 yil oldin Olimpiadaga kelganmizda birinchi finallardan osh yurdik. Hozir ikkinchi finalni ham o'tyaptilar. Farhod aka savolda, bu yerga faqat o'zbeklar keladimi yo boshqa millatlar ham kelyaptimi? Boshqa millatlar ham bor. Kimlar keladi asosan? Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy. Fransuzlar oldindan telefon qilib, rezerv qilib, ujinni hech kimga bermas ekan. Har kuni ujin fransuzlarda ekan. Bo'pti, aka qorin osh tutdi. O'zi bor, dunyo bo'yicha tan olinglar, eng shirin ovqat o'zbeklarning ovqati. Ketdi. Akalar, oshni qarasanglarchi, bunga bitta like bosmasanglar bo'lmaydi, chunki bu osh Fransiya, Parijda damlanyapti, akalar. Voy, mana mantilarni qarasanglarchi, mantilarni bu yoqdacha hamma narsa bor. Sho'rva deysizlarmi, manta deysizlarmi, anaqa achishularigacha bor. Voy, oshni qarasanglarchi. O'zimizning jaydar oshi Fransiyaga, Parijga kelib yeyish nasib qilgan ekan. Parij ham yuragida. Keyingisi qayerda bo'ladi endi? Hamma gapirsin. Keyingi osh xudo xolasa aytaylik deymiz. Qanaqaning go'sht tushiringchi aka? Aka sho'rvaga pirlagan go'shtmi o'shanda? Aka bo'ldi, oshdan keyin ketmaydi, aka. Joy qolmadi, joy yo'q. Sen ham mazasini ko'rib. Ya aka o'sha, ya mazani qochiryapsiz aka. Aka, shuni aka saboy qilib bering. Akalar, agar Fransiyaga, Parijga kelib qolsanglar, albatta Plov Somsaga kirib ketinglar, prosta mazza qiladi. To'xta, bitta xabar ayting. Plov Somsa ochilgandan keyin bu tomonda ham, mana bu Xitoylarning restorani ham yopilib ketdi onasini. O'zbek ovqati tushdi, kuch. Olg'a, qoch o'zbeklarga.